Bugun sizlar bilan bitta proyektimizni ko'rib chiqamiz. Bambukuy panellardan обшивкаligini qilyapti. Bambukuy paneldan обшивкani qilganni nima afzalliklari bor desanglar, birinchi bo'lib dizaynlari yaxshi bo'ladi, tez bitadi. Keyin rigel kolonnalar uriladigan, qiriladigan bo'lsa, cheti uchmaydigan bo'ladi. Svetkalar bilan qisanglar bo'ladi. Devorda xohlagancha dizaynni keltirib olsanglar bo'ladi. 3 etajli dizayn bu patolog qismlarini grilyatasini qilib beryapmiz. Bu joyga grilyata qilganda nima afzal tomoni bor deydigan bo'lsanglar, qolgan Armstrongdan yoki oddiy patologlardan yaxshiroq chiqadi. High-techroq usulda bo'lib chiqadi. Hozirgi kunda o'sha bambukuy panel bilan zo'r chiqishyapti. Oddiy devorlar, misol uchun shilt tashlaysizlar, bambukuy panelni olib kelasizlar, yopishtirasizlar. Даже oynaga ham yopishtirib tashalyapti bambukuy panel. Nimaga? O'sha orqa tomonni ko'rinmasligi uchun. Pastda ham polniy target terib ketilgan. Shu binoga taxminan 1 oy ichida почти devorlari 1000 kvadratdan oshuv, patologlari 400 kvadratdan oshuv bo'lgan joy 1 oylarda remontda bitib ketyapti.